Kuzatuvchilari, bugungi obzorimizda bolajonlarimiz uchun ajoyib bo'lgan davovatnom kalaskamiz bo'ladi. Bu davovatnom kalaskamizning avtokreslosi bo'ladi. O'zini novorожденный прогулочный bloki bo'ladi. Xo'p, прогулочный blokini bemalol o'tiradigan va yotadigan holatda ishlatsanglar bo'ladi. Hozir funksiyalarini, ichida komplektlarini ko'rsatib o'tamiz. Komplektidan o'zini mana bunaqa perchatkalar ham chiqadi. Bemalol sovuq kunlarda qo'linglarni tiqib olib, bemalol ishlatib ketsanglar bo'ladi. Yana bir ajoyib komplektda mana bunaqa sumkasi chiqadi. Bemalol ichiga narsalarni solib, kashalarni solib ishlatib ketsanglar bo'ladi. Xo'p, avtokreslosini ham o'zini ustiga qo'yib bemalol ishlataverasizlar. Yechiladi. Avtokreslosini o'zini mana almashtirib bemalol ishlataverasizlar. Xo'p, avtokreslosi tushishi. Qo'yilishlari ham juda oson. Shuna knopkasini bossanglar bo'ldi, qo'yiladi. Yurishlari ham juda yengil bo'ladi, yig'ilishlari ham juda ixcham bo'lib yig'iladi. Mashinaga ham solib olib ketsanglar bo'ladi. Xo'p, O'zbekiston bo'ylab dastavkamiz ham mavjud. Ishonchli va tez yetkazib beramiz. Narxiga keladigan bo'lsak, narxini 1 450 ming so'm qilib qo'yganmiz, murojaat qilaverasizlar.